vahima hujumini qanday qilib to'xtatsak bo'ladi? Bugun shu haqida gaplashamiz. Ko'pchilikni qiynaydi. Shunaqangi vahima keladi, hozir jon taslim qilib, nima kalimamni qaytaraman. Xuddiki hozir jon taslim qiladiganday o'lib qoladiganday bo'laman, lekin o'lmayman deyshadi. Bu o'zi nima? Mana shu haqida ma'lumot bermoqchiman. Vahima hujumi. Vahima hujumi. VH deyilgan. Bu qanaqa bo'ladi? Har xil ko'rinishda bo'ladi. Birovlarda misol uchun daqiqalarda, soniyalarda o'tib ketishi mumkin. Ayrimlarda soatlargacha cho'ziladi. Bu organizmda xavotirni eng qo'zg'algan holati. Shunaqangi bilasizlar, boshdan o'tkazganlar biladi. Shunday vahima keladi, birdan yurak gupillab urib, qaltirab, ter bosib, xuddi hozir o'lib qoladigandek nafas qisib qoladi ayrimlarda. Boshlanib yiqilib tushadiganday bo'ladi, hozir bir narsa bo'lib qoladiganday jon taslim qilishga, qon bosimi oshib ketadi, odam tayyor bo'lib qoladi. Buni bitta narsani ko'rib olaylik. Bu sog'lom odamda ham bo'ladi. Sog'lom odam deylik. Sog' va bu yerda nevroz. Sog'lom odamda ham bo'ladi, nevrotikda ham bo'ladi. Endi nevrotiklarni jahliga tegib qo'yay, mana buni o'chirmayapman. Ayrim nevrotiklar bo'ladi. Shuni mana bu yozuvchi chiqib qoldi-ku, shuni ko'radida jahli chiqib turadi. Shu uchun ham nevrozalar. Hamma narsa nima desam, mukammal, ideal bo'lishini xohlaydi. Xo'p, sog'lom odamda bo'ladimi? Bo'ladi. Misol uchun, sog'lom odamda qachon bo'ladi bu narsa? Menda ham bo'lishi mumkin. Bitta bo'ri bosar it meni oldimdan chiqib qoldi, menga tashlanmoqchi. Vovullab kulib yopishyapti. O'sha vaqtda meni ham taram qizib, yuragim tez urib, hozir tishlab olib, qo'rqib, qaltirab qolaman. Mashina urib ketishiga oz qoldi. Kimdir menga qurol o'qtaldi. Mana shu holatda menda ham bo'ladi bu narsa. Bu narsa menda ham bo'ladi. Lekin nima uchun nevrozda ham bo'lyapti? Chunki meni miyam sog'lom. Meni miyam sog'lom, ya'ni bizning miyamizda mana bu miyada ichki qismda xavotirni baholash markazi bor. Xavotirni baholash markazi. Mana shu xavotirni baholash markazi sog'lom odamda hayotiga xavf tug'ilganda faollashadi. Hayotiga xavf tug'ilganda, menga misol uchun hayotimga xavf tug'ilyapti. Meni hozir it tishlab olishi mumkin. Meni hozir qurol o'qtaldi, otib qo'yishi mumkin. Mashina urib ketishiga oz qoldi. Mana shu vaqtda faollashadi. Chunki meni miyam sog'lom bo'lgani uchun xavfni to'g'ri baholayapti. Menga bo'ri bosar it tishlanganda tirjayib o'tirsam, birov qurol o'qtalganda tirjayib o'tirsam, bu ruhiy nosog'lomlik belgisi. Sog'lom odam borki, mana bunaqa vaqtda qo'rqadi, qaltiraydi. Lekin sog'lom odamda o'sha vaqtdagi diqqat markazi yuragida boshqa joyda bo'lmaydi. U o'sha qo'rquv, pichoq o'qtalganda pichoqda, it bo'lsa itda turadi. Umuman o'ziga e'tibor qilmaydi. Yoki imtihonga kirdi. Imtihonga kirganda ham mana kirish imtihoni boshlana yaqinda abituriyentlar ko'pchilikda bo'ladi. Qo'li qaltirab, bo'yayotganda ham qaltirab ketaveradi. Chunki hayot mamot hal bo'lyapti. O'qishga kirmoqchi, tayyorlandi shuncha vaqt. Shuncha vaqt ham tayyorlandi, qani nima bo'lar ekan bu yo'q. O'sha vaqtda qizib ketadi, yuragi tez urib ketadi. Holatlar bo'ladi sog'lom odamda. Nevrotikda qachon bo'ladi bu narsa? Nevrotikda bilamizki, miyasida muammo bor. Ya'ni nevrotikda miyasida muammo bor degani bu yerda bir o'zgarish chiqmaydi. Lekin mana shu miyamiz ichki qismidagi xavotirni baholash markazi nevrotik bemorlarda noto'g'ri ishlaydi. Noto'g'ri ishlagani uchun ana endi ular xavotirni noto'g'ri baholagani uchun arzimagan narsaga, arzimagan uyda yolg'iz qolishi u uchun dahshatli. Arzimagan ko'chaga chiqishi u uchun dahshatli. Arzimagan birov bir qattiq gapirsa ham dahshatli qaltirab bo'lib qolaveradi. O'z-o'zidan to'satdan vahima xuruji kelib qolaveradi. Chunki ularning miyasida xavotirni baholash markazi noto'g'ri ishlayapti. Noto'g'ri ishlagani uchun endi sog'lom odam qachon hayotiga xavf tug'ilganda bo'lsa, bu insonning miyasi xavf tug'ilishi shart emas. O'sha xavf deb o'yladimi, bo'ldi, birdan trevogan beraveradi. Trevogan beravergandan so'ng qarabsizki, boyaga aytganimda yurak tez o'ynab, vahima kelib, odam xuddi o'lib qoladigandek bir hissiyot bo'laveradi. Lekin bu narsa sog'lig'iga ziyon yetkazmaydi. Chunki bu tanada bo'layotgan o'zgarish emas. Bu insonning nerv sistemasida bo'layotgan o'zgarish. Sabab shu, ya'ni sabab insonni mana shu sog'lom insonning miyasi to'g'ri baholayapti.
nevrotikni miyasi noto'g'ri baholaydi. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Tanasini ikkalasini ham tekshiramiz, ikkalasidan ham hech narsa chiqmaydi, chunki tana sog'lom. Tanada bir jiddiy o'zgarish yo'q. Ana endi buni ko'rib chiqsak, qanaqa bo'ladi shu vahima hujumi? Vahima hujumi mana masalan ko'payib ketyapti, xavotir kuchayib kelyapti. Xavotir deylik, kuchayib kelyapti. O'sha holatda vahima kuchayib kelayotganda inson nima qiladi? O'sha vahima hujumini kamaytirishga harakat qiladi. Kamaytirishga, nima bilandir kamaytirish, ya'ni nimadir qilsa dori ichgisi keladi. O'sha vaqtda bir qanaydir bir nima desam bo'ladi? Kimdir yo'qsa o'sha odam yoniga chaqirgisi keladi, skori chaqiradi, bir tanasiga malham, o'zini dardiga malham bo'ladigan insonni qidirgisi keladi. O'sha narsani qilganda vahimasi kamayadi. Vahima kamayadi. Lekin yo'qolmaydi. Yana nimadir bo'ladiki, yana qaytalanadi. Qaytalanish. Xavotir kelyapti, qanaydir bir vahimani bosadigan omil bilan kamaytiryapti, yana qaytalanyapti. Yana xavotir kelyapti, yana kamaytiryapti, yana qaytalanyapti. Yana xavotir kelyapti, yana kamaytiryapti, yana qaytalanyapti. Bo'ldi, tuzoqqa tushib qoldi. Mana shu holatda endi bu narsa doimiy qilavergandan so'ng bu unga odatga aylanib qoladi. Odatga aylangani uchun endi ko'chada yolg'iz yura olmaydi. Vahima kelib qolishdan qo'rqadi chunki odat bo'lib qoldi. Yoki yonida o'sha dori malham bo'lgan bo'lsa, o'sha dorini endi yonida olib yuradi. To'g'ri, o'sha vaqtda dorida olib yurishi endi yoqadi unga, chunki qalbi xotirjam, ichmaydi o'sha dorini. Tanometr bo'lsa olib yuradi, o'lchamasa ham. Yonida sumkasida olib yuradi. Chunki o'sha narsa xavotirni kamaytirishga yordam beradi. Lekin bu narsa bilan odam tuzalmaydi. Bu narsa shirin zaharga o'xshaydi, battar qiladi. Battar qilsa qiladiki, yaxshilamaydi. Undan qutulish uchun nima qilish kerak? Undan qutulish uchun xavotirni kamaytirish emas, aksincha kuchaytirish kerak. Qani nima bilan tugar ekan o'sha xavotir oxiri? O'sha xavotir oxiriga yetish kerak. Oxiri nima bilan tugaydi o'sha xavotirni? O'sha oxiri hech narsa bo'lmasligini, dori ichmasa ham, shu doktorga chaqirib, skor chaqirmasa ham, ya o'ziga yoqqan odamni yoniga chaqirib olmasa ham, hech narsa bo'lmasligini miya bilgandan so'ng bo'ldi, tinch qo'yadi. Endi o'ylamaydi miya. Endi o'ylamaydi, xavotir yo'qolishni boshlaydi. Miya tushunadi, ha, demak hech narsa bo'lmas ekan deydi, xavotir noto'g'riligini tushadi. Noto'g'ri xavotir vahima qilayotganini tushunadi. Lekin siz yoningizda dori olib yurar ekansiz, sheriklar olib yurar ekansiz, miya o'ylaydi, ha, dorini olib yuribdi, demak bir narsa bo'lib qolar ekan deb o'sha xavotirga yanada kuchli e'tibor qaratadi. Bundan qutulish uchun xavotirga teskari qarama-qarshi borishingiz kerak. O'sha noto'g'rilikni miyangizga isbotlab berishingiz kerak. Qo'rqqan joyingizga borishingiz kerak. O'sha xavotirli kelgan vaqtda, panik ataka bo'lib, vahima kelgan vaqtda o'sha tipirchilab bir narsa qilish kerak emas. Qo'lingdan kelganini qilgandek kuchaytirish kerak yoki odatiy uy supuryapsiz, qo'shig'ingizni aytib yana o'sha supurishni davom ettirishingiz kerak. O'sha narsani yana sizni miya tushunsin, xavfli emasligini. Siz birdan to'xtadingiz, supurgini qo'ydingiz. Vahima qilib boyagiday o'tkazib yuborishga harakat qilyapsiz, miya o'ylaydi, ha, demak bu jiddiy narsa ekan, tayyorlanyapti. Demak bu jiddiy narsa, biz e'tibor berishimiz kerak deydi-da, bu vahimani yanada e'tibor berib, yanada kuchaytiradi o'zi bilmagan holda. Aksincha bee'tibor, bilaman, aytishga oson emas bee'tibor qarash. Lekin o'sha vaqtda bee'tibor qarasangiz bo'ldi, olam guliston yashib ketadi. Mana shuni siz o'rganishingiz kerak. Uni faqat o'zingiz qilasiz. Birov siz o'rningizga xavotirga qarshi bormaydi. Mana shuni qilsangiz, xavotir borga borasiz bir necha marta, bitta emas. Bir necha marta boraversangiz, xavotir miya tushunadi deb borgansiz tushunib, anglab borib, keyin xavotir kelmaydigan bo'ladi. Dori nima qiladi? Ko'pchilik doktorlar dori yozib beradi. O'z jumladan o'zim ham. Dori mana shu xavotir kelishini yo'qotadi. Ana shu xavotir kelish joyini bloklaydi. Yaxshi ishlasa dori, xavotir kelmaydi, shu bilan sekin o'z-o'zidan yo'qolib qoladi. Psixoterapiya mana shu xavotirni qanaqa qilib boshqarishni o'rgatadi. Panik atakani qanaqa qilib boshqarishni o'rgatadi. Ikkalasini ham siz bilsangiz, juda ham zo'r bo'ladi. Chunki kimlardir xavotirni oxiriga borishga kuchi yetmaydi. O'sha holatda dorini bersak, xavotir kimdadir bloklanib yo'qolib qoladi, kimdadir kamayib qoladi. Kamaygandan so'ng nisbatan eplash oson bo'ladi. Shu kuchi yetmaydigan insonlar uchun. Shuning uchun men davolashni ikkalasini ham ishlataman. Dori ham yozaman, mana buni ham o'rgataman. Mana shunda samarali bo'ladi. Bugungi yopiq guruhdagi darsimiz mana shunday iborat edi.
Hammanglarga sog'lik salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.